الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. Amma ba'd. Alloh taologa hamda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga duo salom yo'llab bo'lgandan keyin maqsadga kelsak, bugun boshlamoqchi bo'lganimiz qarindoshlar, Jamia Ummul Qura tayyorlab chiqqan, ya'ni arabcha so'zlasholmaydigan, arab tilida so'zlasholmaydiganlar uchun tayyorlab chiqqan Ta'limul Arabiyya linnatiqina bighayriha, ya'ni arabcha so'zlasholmaydiganlarga arabchani o'rgatish. Al-Kitabul Asasi, ya'ni asosiy kitob degan shu kitobni o'rgatmoqchimiz. Chunki bu shu arabcha o'rganadiganlarniki birinchi yilliklarga intayin munosib muvofiq kelgan kitob. Al-Kitabul Asasi, ya'ni asosiy kitob. Al-Juzul Awwal, birinchi bölüm. At-Tab'atu Thalitha degan 3-chi bosma, 3-chi qitim bisilishi davomida. Endi biz kitobni boshlab ketaylik. Al-Wahdatul Ula. Mana birinchi dars. Ad-Darsul Awwalu Hujratud Dirasa. Degani darsdagi birinchi qismliq darsa, ya'ni bu birinchi darsda o'tiladigan. Ad-Darsul Awwal. Birinchi dars. Hujratud Dirasa degan, ya'ni o'qish sinfi degan bo'ldi. Sinf. Hujratud Dirasa degan o'qish. Hujrasi degan gap, ya'ni sinf desam bo'ldi. Sinf. Dasam o'quvchilarga eng dasab lozim bo'lgan narsa, dasab kelgan narsa o'qish sinfi bo'g'achqa va o'qish sinfini deb unvon mavzu qo'ydi bu darsga. Lekin o'qish sinfidagi lozim bo'lgan daftar, kitob, sinfdagi narsalar hammasi o'rgatiladi. O'quvchiga nisbatan muhim bo'lgan narsa, tunish bo'lgan narsa bo'lganligi uchun. Davatidagi mana bu yerda kurrasatun kitabun, kurrasatun va kitabun. Endi darslar avval diqqat qilgan ya, isim ve Arap tili qarindoshlar, isim, fiil, harf uch narsadan tuziladi. İsim degan Uyg'urcha isim degan bo'ladi, fiil degan fiil degan bo'ladi, harf degan Uyg'urcha harf emas, balki Uyg'urcha bog'liqchilar. Masalan, daftar bilan kitob degandek, daftar va kitob degandek bog'liq ikki ismni bir-biriga bog'lab turgan bog'liqchilar. Endi men dastlab sizlarga tunishmoqchi bo'lganim, sizlarga so'zliklar, suratlik so'zliklarni, uni suratlik so'zliklar bilan ismlar bilan ikki ismni bir-biriga bog'laydigan harfning birincisi vav harfini tunishtirmoqchi. Vav harfini. So'zliklar deganimiz kurrasatun degan bir so'z. Kalima deb ataladi, bu ism. Kitabun degan bir so'z, bu ism. Endi kurrasatun va kitabun degan kurrasa ism, kitob degan ism, bu vav harfi, harfal vav nima? Harf deb ataladi arabcha. Harf Uyg'urcha bog'lovchi. Ya'ni ikki ismni bir-biriga bog'laydi yoki bir ism bilan bir fiilni bog'laydi. Vav harfi, xizmati shu. Sizlikda desapda nimishqa fiilni keltirma desap, eng birinchi qildig'ini ism, ikkinchi qildig'ini fiil. Harf ismni mi keladi, fiilni mi keladi? Bu o'z oldiga mustaqil narsa emas. Bog'lovchi uchun birlik keltirdi. Endi darsni boshlaylar. Kurrasatun degan daftar, kitabun kitob. Kurrasatun va kitabun daftar va kitob. Endi qalamun, mistaratun, qalamun ve mistaratun. Kalem, qalamun, kalem. Mistaratun, sizg'uch. Qalamun ve mistaratun degan kalem bilan sizg'uch yoki kalem ve sizg'uch. Maq'adun, maktabun, maq'adun ve maktabun. Maq'adun o'rindiq. Maktabun üstel. Maq'adun ve maktabun o'rindiq ve üstel. Mudarrisun, sabburatun,
mudarrisun ve sabburatun. Mudarris o'qituvchi, sabburatun doska. O'qituvchi, mudarrisun ve sabburatun. O'qituvchi ve doska. Mana bugungi birinchi darsimiz misha daxillashdi. Endi bundan keyin mashq va mashqni ishlab chiqamiz.